Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlarga qanaqa qilib Ulug'bek Yakubov mijozimizga 12 oy ichida 200 mingta obunachilarni jalb qilganimiz haqida aytib beraman. Qanaqa qilib hech qanaqa targetsiz, hech qanaqa blogerlarsiz, hech qanaqa giveawaylarsiz bizni shu natijaga erishganimiz haqida aytib beraman. Xo'p, keling, keysimizni aytib berishdan oldin biza o'zi kimmiz shu haqida aytsam. Bizi shu kungacha 50% tadbirkor, soha egalari, 50 dan ortiq soha egalari, tadbirkorlarni bilan ishlab kelganmiz. Ularda 90% o'sish natijasida muvaffaqiyatli erishishga sababchisi bo'lganmiz. Bundan tashqari, shaxsiy brend qurishda tizimli yondashuvni amalda qo'llaymiz. Xo'p, har bir kompaniyani o'z maqsadi bo'lgandek, bizani ham o'zimizni kompaniyamizning maqsadi bor, oliy maqsadi. Ya'ni butun dunyo bo'yicha ko'plab shaxslarni, tadbirkorlarni ommaga olib chiqishda yordam beramiz. Shu orqali jamiyatga ijtimoiy muammolarni hal etishga hamda rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Bu degani nima? Har bir ishlayotgan ekspertimiz, har bir ishlayotgan mijozlarimiz biz albatta analiz qilamiz, ularning sohasi bo'yicha qanaqa natijalarga erishgan o'zi. Biza shu insonni olib chiqsak, har bir insonga foydasi tegadimi? O'sha soha yoki вообще umumiy dunyo bo'yicha o'sha bilimlari, ma'lumotlari orqali bizni odamlarga foydamiz tegadimi, yo'qmi? Shu narsani analiz qilib olamiz. Har bir yurgizayotgan, har bir rivojlantirayotgan ekspertimiz bo'ladi, mijozimiz birinchi bo'lib bizada o'zimizni odamlarga foydamiz tegishi bo'ladi. O'sha soha bo'yicha muammosiga yechim bo'lishi mumkin yoki o'sha soha bo'yicha bilimiga rivojlanish bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin, uy sohasi bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin tadbirkorlik sohasi va hokazo. Umumiy maqsadimiz shu bir inson orqali ko'plab insonga foydamiz tegishi. Xo'p, keyingisi bu yerda bizlarning qilgan ishlarimizni ko'rib turganinglardek, bu yerda hammasini qo'ymaganmiz. Qo'ldan kelguncha shu maksimal qo'yishga harakat qildik. Ishlagan mijozlarimizni. Xo'p, bu yerda bizni brendlar hamkorlik qilgan brendlarimiz hamkorlik qilgan, marketingni rivojlantirganmiz, hamkorlik qilganmiz. Qaysidir qismlarda, production qismlarida birgalikda ishlab kelgan brendlarimizni ko'rsatganmiz. Bu biza haqimizda qisqacha. Keling ekspertimiz haqida yana уже chuqurroq o'tamiz. Qanaqa qilib bu natijaga erishganimiz haqida. O'zi nima bo'ldi, nimadan boshlandi har bitta narsa. Har bir jarayonni qo'ldan kelguncha yoritib berishga harakat qilaman. Ko'rib turganinglardek, birinchi bo'lib Ulug'bekka kelganlarida hech qanaqa obunachilar bo'lmagan, hech qanaqa akkaunt bo'lmagan. Ma'lumot uchun sizlarga aytib ketmoqchiman, Instagramda oldin bo'lmaganlar. Instagramni tushunmaganlar menimcha. Qanaqa qilib kelib qolgan deb so'rashinglar mumkin. Tabiiyki, buni hozir tushuntirib beraman. Kelganlarida Instagramga tushunmaganlar, lekin bitta maqsad bilan kelganlar. Ya'ni qanday qilib shu maqsadimni ommaga olib chiqsam bo'ladi. Shu maqsadim shuncha odamga foydam tegmoqchi, qanaqa qilib amalga oshirsam bo'ladi deb bizga murojaat qilib kelganlar. Biz bu ularning maqsadlarini qaysi instrumentlar orqali amalga oshirishimizni biza ketma-ketligini tushuntirib berganmiz. Undan keyin qiziqish bildirganlar Instagramga. Xo'p, qanaqa maqsad o'zi, nima maqsad desanglar, buni hozir video davomida tushuntirib beraman. Akkauntni noldan nolvoy holatda o'zimiz ochganmiz. Hech qanaqa bir reklamaga pul ishlatmaganmiz. Hech qanaqa bir giveawaylarda qatnashmaganmiz, konkurslarda yoki blogerlarni jalb qilmaganmiz. Bu natijamiz edi. Birinchi bo'lib bu yerda biz nima qilganmiz? Har bir mijozimizni ishlashdan oldin biz ularni analiz qilamiz. O'zi sohalari bo'yicha kim? O'zi kim? Ya'ni shaxsiy brend, yana bir bor aytaman, bu asosan bizani offlayn hayotimizda xatolarimiz, tajribalarimiz va bizni hayotda o'zi kimmiz degan narsani aniqlab beradi. Keyin biz bu narsani bir nechta instrumentlar orqali biz ommaga ko'rsatamiz. Bu to'g'ri va tajribali ekspert bilan ish boshlaganmiz. Har bir ish aytganimdek birinchi bo'lib biz mana shu narsani eng bu bazasi, eng tagidagi bazasi har qanaqa sohada zo'r bo'lish uchun Instagramda bu siz sohangizni tvrdo yaxshi ekspert bo'lishingiz kerak. Ya'ni shu hayotda qanaqadir tajribaga ega bo'lishingiz kerak. Siz juda ko'plab tajriba, juda ko'plab holatlarda bo'lgansiz va bu holatlarda qanaqa yechim berishingiz sizda уже yechim bor.
Bu narsa bo'yicha siz o'sha odamlarga nimadirlar aytib bera olasiz. Birinchi bo'lib shu narsadan boshlaganmiz bizni. Ya'ni Ulug'bek aka juda ham kuchli, tajribali mutaxassis bo'lganlar o'zlarini sohalarida. U 15 yil oldin даже endi anaqalar chiqayotgan paytda, Instagram bo'lmagan paytlar, hech qanaqa Telegram bo'lmayotgan paytlar Ulug'bek aka o'z faoliyatini yurgizgan. Ya'ni oldin realtorlar bilsanglar agar, men o'zimlardan eshitganimdan aytib beraman. U Instagram bo'lmagan, rasm-pasmlar bo'lmagan, bir-biriga jo'natishlar bo'lmagan. Shu telefon orqali ma'lumotlar berilardi. Shunaqa qilib boshlangan. Juda ham ko'plab holatlardan o'tganlar, juda ko'p кейslari bo'lgan. O'zi raqamlarni o'zi ham aytib turibdi, tajribalari o'zi kichkina bo'lmagan. Har xil holatlarga tushib ko'rganlar, har xil vaziyatlarda bo'lib ko'rganlar. Shuni hisobiga yaxshigina tajribalari bo'lgan. Bu birinchi bir bazaviy qadamimiz. Keyingisi raspakovka shaxsiyatlarni, maqsadlarini aniqlaganmiz. Ya'ni aytgan maqsadlarini yana chuqurroq maqsadlarni analiz qilganmiz. O'zi shaxsiy brend degani bu просто kelding, Instagram videoni o'sha rejalashtirding, olib ketding, boshlading degani emas. Bu ulardagi bor ma'lumotlarni biz ichlaridan chiqarib olishimiz kerak. Maksimalni umumiy bor narsalarni ertaga harakat qilib bizni o'sha shaxsiyatlarni ochganmiz. Ya'ni o'zlarining xarakterlarini bilganmiz, dunyoga qarashlari, qadriyatlarini yaxshilab analiz qilib, biz shularni to'g'ri ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ya'ni Instagram tili bilan desa to'g'riroq bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu xolis niyat bo'lgan, odamlarga manfaat. Ya'ni ko'pchilik mana shaxsiy brendni boshlayotganini niyatni noto'g'ri qilib qo'yadi. Ya'ni har bir ish boshlaganimizda menimcha to'g'ri niyat qo'yish bu eng kuchli narsa. Endi hammada to'g'ri niyat deganda hamma uchun har xil. Bizda qanaqa bo'lgan? Bizda Ulug'bek birinchi bo'lib aytganlar, mani maqsadim Instagramni to'g'ri bo'lib pul topish emas. Birinchi bo'lib mana shu odamlarga shuncha yildan beri mana shu tajribamdan bo'lishib, mana shunaqa narsadagi proyekt qilmoqchiman. Ya'ni qanaqa proyekt? Menga aytganlar mana shunaqa, bilsangiz agar, arzon mashina bor, arzon shunaqa o'xshash proyektlar bor, lekin arzon hech uy yo'q. Har bir qatga qaramasangiz uylar qimmat. Uylar qimmat, lekin uy olmoqchi bo'lgan odamlar ko'p. Maqsadimiz shu bor uylarni, chunki ko'p uylar reklamaga qo'yilayotganda, men bilishim bo'yicha ko'pchilik uyini narxini bilmagan holda o'zi qimmatlashtirib qo'yishadi. Ya'ni 23 ming emas deydi-da, endi o'zbekchilik hammamizda bor narsa 23 ming emas, 30 ming qilib sotiladi. Vaholanki bu narsalar ko'pincha o'xshab ketgan. Biz Ulug'bek aytganlar, asosiy maqsadimiz narxlarni tushirish emas, asosiy maqsadimiz to'g'ri narx belgilash. Ya'ni 23 mingmi uyingiz? Bo'ldi, 23 ming qilib ko'rsatib berish. Ko'pchilik ko'pincha o'sha narxni qimmatlashtirib yuboradi yoki o'zi bu atilab qiladi degani emas. Ko'pchilik o'zi bilmagan holda ham qimmatlashtirib sotishi mumkin. Bu yerda maqsadimiz bizni shu odamlar uyini to'g'ri narxlab, kerak bo'lsa sal ko'rib arzonlashtirib, shu ommaga taqdim qilish. Omma bu orqali foyda olish. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, bu yerda ya'ni oluvchi, uy olayotgan odam ham foydada bo'lsin. Uy beruvchi, sotuvchi ham, ya'ni beruvchi ham, oluvchi ham foydada qilish niyatimiz bo'lgan. Oluvchi arzonroq uy olsin, beruvchi silishga unaqa qimmat ham emas, arzon ham emas-da, o'zini narxida tez sotilsin. Agar siz uyingizni to'g'ri narxlasangiz, sizga hech qanaqa reklama ham kerak emas. Tushunishingiz uchun to'g'ri narx bersangiz, yaxshi sotilinadi. Maqsadimiz shu bo'lgan, ya'ni odamlarga foydamizga tegib, shunaqa katta proyekt qilish bo'lgan. Ya'ni menga shu narsa bilan murojaat qilganlar, men aytganman, shunaqa yechimlar qilsak, ketma-ketlik bo'yicha Instagramda strategiyani tuzganmiz. Shunaqa ketma-ketlik qilsak, biz siz aytayotgan maqsadga erishamiz. Ya'ni xolis niyat bo'lgan. Xo'p, keyingisi bu oldin bunaqa proyekt bo'lmaganligi. Ya'ni bizdan oldin bunaqa proyekt bo'lmagan. Bizdan oldin kimdir unaqa uylarni katta объемный qilib, arzonroq qilib ko'rsatmagan hech kim. O'shani hisobiga ham bizdan oldingi bunaqa proyekt bo'lmagan. Shuni ham bu katta bizning yutuqlarimizdan bittasi. To'g'ri missiya va analiz. Ya'ni bozorni to'g'ri tahlil qilib chiqqanmiz, ya'ni analiz qilib chiqamiz. Bozorda o'zi qaysi o'yinchilar bor, o'zi kim bor,
bozor analiz qilganimizda tushunganmiz, bizda bittayam yaxshi o'yinchi yo'q. Bittayam yaxshi konkurent yo'q. To'g'ri bordir, bozorni o'zida offlayn hayotda bordir, lekin bir yaxshi konkurent ko'rmaganmiz. Ya'ni uylar haqida ma'lumot, kimni ko'rmasangiz sразу uy sotish, uy sotish, uy sotish, uy sotish. Yo, bizda вообще boshqacha pozitsiyada bo'lgan. Hech kim undan oldin unaqa pozitsiyada qilib chiqmagan. To'g'ri, realtorlarimiz bo'lgan, bloger realtorlar bo'lgan, boshqa bo'lgan. Lekin bloger realtor bilan haqiqiy realtor boshqa odam. Shuning uchun adashtirishimiz kerak emas bu narsalarni. Shunaqa o'shandayam qayerdan bilsa bo'ladi bloger realtor bilan yoki haqiqiy realtor. Endi men tushunishim bo'yicha o'zim tajribamdan kelib chiqib, bizni Ulug'bek aka bilan ishlaganimizda bloger realtorlar ko'pincha uy qayerda joylashgan, asl narxi qanaqa, kvadrat metri qanaqa, uni oldida nima joylashgan, uylar haqida dokumentatsiyasi va hokazo shu haqida ma'lumotga ega bo'lmasdan turib, ular reklama qiladi uylarni. Shuning uchun bloger deyiladi. Lekin bizni to'g'ri ekspertni shunaqa blogerlik qilsak-chi, to'g'ri ekspertni bizda o'sha analiz qilib shuni tushunganmiz, blogerlar ko'p bo'lgan, haqiqiy realtorlar kam bo'lgan. Bizda o'sha yerda keyin уже yechim topilgan. Shunaqa pozitsiyalar qilamiz. Ko'p mavzularga qarshilik qilganlar, даже yo'q bunaqa mavzu gapirmayman. Lekin gapirmasam ham bo'lmasdi, chunki ularga siz gapirmasangiz, mana shaxsiy brend yana bitta qoidasi, siz gapirmasangiz shu mavzuni, sizdan oddiyroq yoki sizdan tajribasi yo'q inson gapirib chiqadi uni. Bo'ldi, bu yerda siz gapirmasangiz boshqa odam gapiradi. Shuning uchun vaqtida analiz qilib, to'g'ri to'g'ri anaqa bilan tezlik muhim bu yerda. Tezroq o'sha ma'lumotni siz ommaga olib chiqishingiz kerak. Kutib o'tirish kerak emas bu narsani. Xo'p, eng oxirgisi to'g'ri strategiya va content plan. To'g'ri strategiya deganda har bir jarayon ketma-ketlik bu oydan keyin u 2-oyda nima qilamiz, 3-oyda nima qilamiz, 4-oy nima qilamiz. Ya'ni strategiya o'zi nima? Bizani shu maqsadga olib boradigan yo'lni xaritasi. Ya'ni mana shu oy nima qilamiz, bu oy nima qilamiz, qaysi platformalarda aktiv bo'lamiz, qaysi joylarga fokus qaratamiz, ya'ni qaysi joylarga urg'u beramiz, qaysi joylarni ko'rsatmaymiz, bizani auditoriyamiz kim o'zi, bizani yoshi nechida va hokazo. Shunga o'xshash narsalar aniq strategiya bo'lgan. Keyingisi content plan. Strategiyamiz tayyor bo'lgandan keyin content plan qilinadi. Strategiyaga asoslanib content plan bo'ladi. Chunki strategiyada boya aytgandek o'z mijozimiz kim, necha yoshda, nimalar kontentlar qilinadi, qanaqa kontentlar qilinadi deb yo'nalishini kiritib ketganmiz. Content planni уже detalniy yozib beramiz. Ya'ni content plan o'zi nima? Content plan bu shu maqsadimizga olib boradigan strategiya bo'lsa, strategiyani detalniysi bu content plan. Strategiyaning bir qismi. Ya'ni bu yerda уже qanaqa videolar olinishi aytilgan bo'lsa strategiyada, content planni aniq bu videoda nimalar bo'ladi, qanaqa gapiriladi, tekstlar yoziladi, ssenariylar yoziladi aniq qilib. Content planimizni tayyorlaganimizdan keyin biz nima qildik? Xo'p, birinchi bo'lib har bir ishni boshlaganni biz aniqlab oldik. Biz qaysi platformalarda yurgizamiz. Bizani platformalarimiz bu Instagram, Facebook, Telegram va qo'shimcha YouTube platformalarini yurgizamiz. Profil ochildi. Profil uchun noodatiy rasm. Bu juda ham noodatiy rasm bo'lgan. Biz uchun o'zlari ham sira so'raganlar, bu nimaga haligacha shu rasm turadi? Biz nuloviy akkauntni ochganmiz, shunaqa rasmda edi. Shunaqa pozitsiya qilishimiz keldi. Необычныйroq bo'lsin. Orqa fonda shu nimaga aka orqada olov yonyapti, nimaga unaqa qilib ko'rsatyapsiz deb rasm so'raganlar. Endi bu yerda qanaqadir aniq bir yechim mana bunaqa narsa uchun qilingan deb aytolmayman, lekin noodatiy qilishga harakat qilganmiz. Xo'p, xavfsizlik choralari ko'ringan, ya'ni akkauntni ko'pchilik ochgandan keyin uni xavfsizlik choralariga qaramaydi. Ya'ni безопасностьga, paroliga, keyin duxetapni anaqasiga, nomerlariga, qayerdan qanaqa nomer qo'yish kerak, nima qilish kerak, qanaqa akkaunt qilish kerak, что u безопасныйroq bo'lishi uchun. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, endi ochgan akkauntni nima qilasiz xavfsizlik qilib. Lekin o'sha birinchisini har bir ishni o'sha boshidan boshlagan yaxshi. Boshidan yaxshi qilganingiz to'g'riroq bo'ladi.
Hop, keyingisi upakovka. Bizda уже profil upakovkasini ketma-ketligini qanaqa qilamiz, ya'ni ko'rinishi qanaqa bo'ladi, qanaqa tekstda yozilinadi. Biza boshida Ulug'bek uchun tajribalarni yozganmiz, o'sha qisqa qilib yozganmiz, lekin ozgina vaqt o'tgandan keyin tushunib yetganmiz, anaqani o'zgartiramiz. Chunki kvartira bo'yicha, uchastka bo'yicha, noturar bo'yicha nomerlarni qo'yib qo'yganmiz. Bizda oldin sal boshqacharoq bo'lgan, lekin vaqt o'tib уже tushunganmiz, уже o'zgartirishlar kiritilishi kerak bo'lgan. To'g'ri, strategiyamiz boshqacharoq tekst bo'lgan, lekin bitta tushuncha bor. Strategiya sizga примерно bir 80-90% bo'lsa, lekin 10%, 20% siz vaziyatdan kelib chiqib, вообще yoki planlaringiz o'zgarib ketishi mumkin. Vaziyatdan kelib chiqib. Lekin bizda unaqa holat bo'lmagan. No, ozgina o'zgartirishlar bo'ladi. Ya'ni o'sha narsaga adaptirovаться qilishingiz kerak, o'sha vaziyatga qarab adaptirovаться qilasiz. Xo'p, chiroyli vizual qilishga harakat qilamiz. Eng keyingisi nimalar qildik? Plan asosida tabiiy uchadigan videolar. Har kuni biza 90 kun davomida reels joylashtirganmiz. Reels joylashtirdik. Videolarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Xo'p, bu prosmotrlar bo'lishini nima sabab bo'lishi mumkin? Bu birinchisi, bu yaxshi sifatli video. Birinchisi, sifati, ovoz darajasidan, ovoz nuqtai nazaridan, sifat nuqtai nazaridan yaxshi videolar bo'lgan. Ikkinchisi, bu to'g'ri joyda, kerakli vaqtda o'z fikrlarini bildirganlari. Uchinchisi, bular qaranglar o'rtoqlar, juda muhim narsa. Kerakli joyda, kerakli narsaga fikr bildirish uchun sizda kerakli ma'lumot va tajriba bo'lishi kerak. Bunisi bor bizda. Undan tashqari, hech kim olib chiqmagan mavzuni olib chiqishga harakat qildik. Bizdan oldinga olib chiqmagan odamlarni olib chiqishga harakat qildik. Xo'p, keyingisi, birinchi bo'lib biz prognoz qilgan narsamiz bu shaxsiyat ochish jarayonida biz shuni tushunib yetganmiz. Ulug'bek aytganlar, 24-yilda uylar narxi tushadi deb aytganlar. Bu o'zlarining fikrlari bo'lgan. Lekin bu mavzuga недооценённо qaraganlar. Unchalik emas, bu почти ko'pchilik biladi deb aytganlar. Lekin vaholanki bu mavzudan keyin biz juda ko'p katta e'tiborga anaqa sazovor bo'lganmiz. Bu narsani juda недооценённо qaraganlar. Kelayotganimiz bu mavzuni olib chiqish kerak. Faqat to'g'ri olib chiqish kerak. Juda ko'p aytganlar, juda ko'p tushuntirib berganlar. Yo'q, mana joyini kesib tashlang, bunaqa qilib tushuntirib berasiz video. Bo'ldi. Savol berganman. 2024-yilda uylar narxi tushadimi? Tushadi. Nimaga tushadi? Fikrlarini bildirganlar. Bu videoni kelinglar, birgalikda ko'ramiz. Bizani birinchilardan bo'lib qo'ygan videomiz. Hozir birgalikda ochib ko'rsatamiz, shu yerda o'zida ko'ramiz. Chunki oxirgi 25-30 yilda uy masalasi dolzarb masalaga aylandi. Mana shu 25-30 yilni ko'rsanglar, har 7-8 yilda uylar narxi tashlab olgan. Hozir ham o'sha vaqt kelib qoldi deb o'ylaymiz, chunki juda ham oshib ketdi uylar narxi. Menimcha 2024-25 uylar narxi tashlab oladi. Tushyaptimi? Xo'p, eng qizig'ini aytaymi, rostdan ham narxlar tushdi. Qanaqadir ma'noda protsentda tushdi. To'g'ri, sentrlarda tushmagan bo'lsa ham, lekin qanaqadir ma'noda ko'pchilik bu narsani bildi ham, sezdi ham. Narx sezilarli darajada tushgan joylar bo'ldi. Bu videomizdan keyin ko'pchilik ko'rgandir bu videoni. И даже negativlar ham bo'ldi. Negativni fikr bildirganlar ham bo'ldi bu videoga. Chunki sen qayerdan bilasan, narxlar tushgani yo'q va hokazo va hokazo. Albatta, sizni uchgan qaysidir katta videoyingiz qayerdadir qattiq keskin fikr bildirilgan video bo'lsa, hech qachon u hamma qo'llab-quvvatlamaydi sizni. Ozgina bo'lishi mumkin sizga o'sha negativniy holatlar, chunki auditoriya ko'p holda ikkiga bo'linadi. Kimdir tushadi deydi, kimdir tushmaydi deydi. Va boshqa videolarda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Keyingisi, Toshkentdagi eng qimmat rayonlar qaysi deganda, bu men uchun qiziq bo'lgan mavzulardan bittasi. Bunga javob berganlar o'zlari. Qimmati menimcha Mirobod. Eng qimmati Mirobod, lekin o'zi aslida Toshkent dumaloq bo'lganligi uchun Shayxontohurni, bu yoqdan Yunusobodni, bu yoqdan Mirobodni, bu yoqdan yana boshqa rayonlarni uchi markazga kelib bir-biriga taqalgan. O'sha markazga kelgan joylari, o'sha markazda taqalgan joylari o'zi aslida eng qimmat. Kvartal bo'yicha o'sha Mirobodda CD, Oybek metro,
eng qimmat joylar deb hozir Mana shu videolarimiz keyingi 2025-yilda уже yana shunga o'xshash aktual mavzular dollar narxi tushadimi degan mavzularga fikr bildirdilar. И bu yerda yana bitta narsa Ulug'bek akadagi man o'zim mana shu narsani ko'rganimda xarakter. Chunki bizni ko'rsatayotgan uylardan keyin ko'pchilik bu arzon emas, bu unaqa emas, bunaqa emas deganlar ko'p bo'ldi. Shularga video qilib chiqqan videolar 3 million bo'lgan. Bu yerda qanaqa xarakter bilan gapirilgan bitta o'zinglar ko'rsanglar bo'ladi. Toshkentdagi Libboy vakillarga tegishli. Libboyni sportga chaqiramiz. Xohlagani bilan sportlashamiz. Biza Instagramda profil ochdik. Faqat va faqat arzon uy qo'yamiz deb odamlarga va'da berdik. Va'damizda turibmiz. Xohlagan makler kelsin deb profilni tekshiramiz. Xohlasa ko'ngilga nimadir qo'yamiz. Endi qimor bo'lib qoladi-yu, mayli boshqa chorayo'lini qilamiz. Instagramni yopib, hammadan uzr so'rab chiqib ketamiz. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsa, yolg'on gapirmayapmiz. Haqiqatdan ham arzon deb o'ylagan arzon narsa qo'yyapmiz. Odamlar qimmat deb yozib tashyapti, surishtirsak makler bo'lib chiqyapti o'shada. O baraka topkurlar, o'zing tilomaganga yarasha. Kimdir nimadir qilyapti. Qo'yib ber ishlasin. Nima qilsan? Kommentga kirib qimmat deb yozib tashadi. Profilni hamma uyga tekshirasizlar. Qaranglar, bu yerda ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa, bu yerda qanaqa xarakter bilan gapirilyapti, qanaqa xarizma bilan gapirilyapti. Hozir katta ehtimol bilan boshqa mavzuni berib qo'ysam, boshqa mavzuni gapirganlarida ham shunaqa xarizma bilan yetkazib berish boshqa narsa-da. Bu narsa bo'lgan. Ulug'bekda bu narsa bo'lgan. Chunki biz rostagazim haqiqatdan odamlarga foydasi tegadigan o'sha proyektni boshlaganmiz. Bu narsaga ular o'zlariga ishonganlar. Mana samouverенность juda ham baland bo'lgan. Chunki ko'pchilik rostdan biz o'sha analiz qilganimizda ko'pi arzon-ku, boshqa-ku deganlar realtorlar bo'lib chiqqan. Shuning uchun aniq javob berib aytganlar. Xo'p, keyingisi biz nima ishlar qilingan? Bu yerda Tailandga borganlar klub, o'sha klub bilan rejalashtirib, tadbirkorlar klubi bilan, undan tashqari 2-3 ta podkastlarga chiqqanlar. Bu podkast ham bizga juda katta yordam bergan. Ya'ni ko'p qarang, Instagram bu o'ziga yarasha auditoriya, o'ziga yarasha katta platforma, o'ziga yarasha auditoriyaga ega. Lekin sizni boshqa platformalarda cheklanish kerak degani emas. YouTube'da ham o'ziga yarasha auditoriya bor. Mana shaxsan o'zim guvohi bo'lganman. Chekka viloyatlarda, misol uchun, chekka viloyatlarda yosh katta, misol uchun yosh kattaroq odamni men o'zim ko'rganim, Instagramning o'rniga YouTube bo'lgan. Tushunasizmi? Bu yerda YouTube kattaroq auditoriya и uzunroq narsa. YouTube'da siz ko'proq fikringizni bildirib bera olasiz, ko'proq siz dunyo qarashingizni ko'rsatib bera olasiz. YouTube'dagi auditoriya yanada kengroq. Yanada kengroq qamrov nimaga jahon dunyo blogerlari YouTube'da aktivniy kontent qilishadi. Chunki bu men o'ylashim bo'yicha, meni shaxsiy fikrim, bu YouTube kelajagida, YouTube'da kelajak. Bu yerda men ko'rib turganinglardek, YouTube'da ham kontent qilishni boshlaganmiz, YouTube'da ham kontentlar bo'lgan, hozirgi kunda mana hozir ham kontent qilyaptilar. Ya'ni arzon uylar, o'sha bozorlarga borib, o'sha uy bo'yicha bozorga borib, bu yerda uylarni narxini ko'rsatib beryaptilar. YouTube'da целый YouTube qilib ko'rsatib beryaptilar. Bu ham juda ham qiziq narsa и odamlarga на долгосрочном основе, ya'ni uzoq muddat asosida siz o'zingizni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, kimligingizni YouTube'da обязательно ko'rsatishingiz kerak. O'zi qancha ko'p platforma bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki siz Instagram kontent qilyapsizmi, boshqa joylarga ham kontent qilishingiz kerak. Chunki boshqa joylarda yana ko'proq qamrov bo'ladi, yana ko'proq axlat bo'ladi deganida, umumiy qilib tushuntirganda. Xo'p, keyingisi natijada ko'rib turganinglardek 200 mingta obunachilar uylarni 1 soatgacha bormasdan sotilishi, hozirgi qo'yayotgan uylari 90% 1 soatga qolmasdan sotilinadi. 1 soatga. Bu yaxshigina natija, bu yaxshi ko'rsatkich. Keyingisi butun O'zbekiston taniydi. Uy sohasi bo'yicha почти ko'pchilik taniydi. Ulug'bekani ko'p soha vakillari, ko'p soha tadbirkorlari ko'pchilik tanishadi. Hatto biz vayon olmaymiz yoki qanaqadir boshqacha auditoriyalarga kontentlar qilmaymiz. Aynan uy sohasi bo'yicha. Uy sohasi bo'yicha платежеспособный, pul to'la oladigan 100 so'm bo'lsa ham, misol uchun
$100 to'laydigan bo'lsa ham, pul olinadigan auditoriya hisoblansa, уже uy ko'rsatilayotgan joyda платежеспособный auditoriya, ya'ni puli bor auditoriya hisoblanadi. 200 mingta yig'ish bu yaxshi natija. Ya'ni платежеспособный auditoriya 200 mingta yig'ish bu yaxshi natija. Bu o'zimizning tajribamizdan kelib chiqib aytyapman. Xo'p, insonlarga manfaati tegish. Ya'ni boya aytganimizdek, bizni eng muhimi o'zimizning maqsadimizga erishganmiz. O'zimizning boshidagi ko'rsatgan, qo'ygan maqsadimizga erishganmiz. Ya'ni odamlarga shu yo'nalish bo'yicha uylarni ko'rsatish. Ulug'bek aka asosiy maqsadlari shu bo'lgan, shuni odamlarga ko'rsatib berib, odamlar ham mana shu narsa orqali foyda olish. Yana bitta yutuqlardan bittasi katta kompaniyalar bilan hamkorlik bitimlari, ya'ni katta kompaniyalardan qurilish sohasi bo'yicha, uy sohasi bo'yicha, realtorskiy sohalar bo'yicha aloqaga chiqishyapti. Yana hozirgi kunda bilasizlar, juda ham ko'plab kompaniyalar bor. O'sha yerdan filtr qilib уже hamkorlik qilinadi. Уже ko'rgan bo'lsanglar, Qo'liq katta bozori bilan уже hamkorlik, уже videolar qo'yilgan va hokazo shunga o'xshash katta kompaniyalar yana aloqaga chiqishyapti hamkorlik uchun. Xo'p, nimalar qilmaslik kerak? Bu mana bizni tajribamizdan tushunganimiz, nimalar qilmaslik kerak. Birinchisi bu sun'iy bo'rttirma ijtimoiy obraz. Ya'ni bir xilda ko'pchilik yurgizayotganlar sun'iy gapiradi. Sun'iy bo'rttirma tarzda ijtimoiy obraz yaratgan. To'g'ri, odam o'zi uchun obraz yaratishi kerak, lekin siz yolg'on obraz yaratib qo'yishingiz kerak emas. Siz misol uchun hayotda sport bilan shug'ullanmasmi? Instagramda ham sport shug'ullanishingiz kerak. Yokida siz Instagram uchun sport bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, buni odamlar bilishadi. Siz yolg'on gapirganga o'xshab qolasiz-da. Shuning uchun hech qachon sun'iy va bo'rttirma ijtimoiy obrazlarni ko'rsatish kerak emas. Hamma narsani boricha ko'rsatib berish kerak. Ideal bo'lishga urinmang. Hech kim ideal emas, hech qaysi auditoriya ideal emas. Siz naborot o'zingizni shu kamchiliklaringiz bilan qanaqadir xatoliklar bo'lishi mumkin va hokazo shu narsalarni ko'rsatib berishingiz bilan auditoriya bilan yaqinlikni his qiladi. Yaqinlik his qiladi auditoriya. Faqat o'zingiz haqingizda gapirmang. Faqat men zo'rman, men bunaqa emas. Umumiy aytganda siz o'sha boya aytganimizdek niyatga, maqsadga bog'liq ko'proq odamlarga foyda berishga harakat qiling. Xo'p, trend orqasidan ko'r-ko'rona quvmang. Hozir ko'pchilikni qilayotgan xatolardan bittasi bu bunaqa trend olyapti ekan, bu bunaqa trend olayotgan ekan, bu bunaqa trend olayotgan ekan. Kim nima olyapti, sizga nima farqi bor uni? Nimaga siz trend orqasidan quvyapsiz? Umuman mana shu narsaga ahamiyat beringlar. Juda ko'p soha egalari, mana mebel soha egalari, boshqa soha egalari o'zim oxirgi payt guvohi bo'lyapman. Trend ekan deb ovorishyapti. Akalar, trend ekan deb ovormanglar, o'zinglarning hurmatingizga ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Ertaga sizlarning reputatsiyangizga ta'sir qilib qo'yishi mumkin. U sizlar katta odamsizlar-da. O'shaning uchun ishlayotgan mutaxassislarni analiz qilinglar. U qanaqa sizlarga trendlarni beryapti. Agar sizlarning reputatsiyangizga ta'sir qiladigan trend bo'lsa, video bo'lsa, olmanglar u videoni. Sizlar ertaga chunki mutaxassis bilan misol uchun 1 oy 2 oy ishlashingiz mumkin, lekin siz u reputatsiya bir umr ketadi. Shuning uchun juda bu narsaga qattiq qarash kerak. Yaqinda chiqishdi-yu, har xil o'ynaydigan trendlar, har xil trendlar mana bunaqa ekan. Yo'q, sizni qadriyatingizga to'g'ri kelmayapti, siz maqsadingizga erishtirmayaptimi, sizni reputatsiyangizga ta'sir qilyaptimi, bo'ldi, u trend sizniki emas. Uni trend olish kerak degani emas. To'g'ri, trend bu vaqtinchalik e'tiborni jalb qiladigan narsa, lekin u sizni reputatsiyangizga ta'sir qilib qolishi kerak emas. Kontent faqat sotuvga qaratmang. Bu menimcha hammani endi mana уже ko'pchilik shu tushunishyapti. Qanaqa narsa qilish kerak. Ya'ni hozirgi paytda odamlarga foyda berish kerakligini odamlar tushunib yetishyapti. Ya'ni oldin mana kim profiliga qaramasangiz, asosan sotuv uchun kirishardi. Ya'ni biznes profil bo'lardi shaxsiy profil bor. Shaxsiy profillarda hech qachon sotuv bo'lmasdi. Erta shaxsiy narsalarni bo'lishardi, do'stona, hammamiz do'stona o'zini nimadir fikrlarini bo'lishardi, lekin hech kim nimadir sotmasdi.
ijtimoiy biznes profillarda hammasi sotuv bo'ladi. U yana kirib keldi, hamma sotuv, mana o'zimizda realtorlik sohasida ham ko'pchilik sotuv, uy qo'yadi, baraka topib ko'ringlar. Sizlar uy sotishdan oldin sizlar ozgina ma'lumot beringlar. O'zi sizlar kimsizlar, kompaniyalar haqida nima ish qilasizlar, qanaqa uy misol uchun tanlash kerak, tanlamaslik kerak. Ya'ni sotuvchi narsalar ham e'tibor jalb qilmaydi. Sizlar e'tibor jalb qilish uchun ko'proq foyda berishga harakat qilinglar. Endi bu ham har bir narsa maqsadga bog'liq. Men sizlarga hozir 100% noto'g'ri deb aytmayman. Sotuvchi kontentlar yoki sotuvchi bloglar bu yerda bu narsa maqsadga bog'liq. Agar 90% holatda siz yaxshi shaxsiy brend qurmoqchi bo'lsangiz, hech qachon sotuvchi narsalar zo'r degani emas. To'g'ri, asosiy maqsadimiz biz sotish kerak, lekin hech qachon to'g'rimi-to'g'ri sotuv ishlamaydi. Siz odamlarga foyda berishingiz kerak, shuni ko'rsatib berishingiz kerak. Bu to'g'ri, bu noto'g'ri. Qilgan ishlaringizni ko'rish kerak. Qilgan ishlaringizni ko'rsatib bera olishingiz kerak. Shundan keyin sotuvga fokus qaratsangiz bo'ladi. Keyingisi nimalar qilish kerak? Nimalar qilish kerak? Tabiiy bo'ling va haqiqiy hayotingizni ko'rsating. Boya aytganimdek. Keyin yana bitta narsani qo'shib ketmoqchiman, disiplina. Muntazam ravishda siz blogingizga e'tibor qaratib yurishingiz kerak. Blogga borib, mana xuddi qo'pol qilib aytganda sigirga o'xshatsa bo'ladi. Sigirni siz qancha qorinni yaxshi to'ydirib, yaxshi anaqa qilsangiz, yaxshigina sut beradi. Lekin ko'pchilik ozgina misol uchun 10 mingta auditoriya jalb qildi-da, sigirga misol uchun ozgina ovqat berdi-da, bo'ldi, polностью sog'ib olishadi. Yo, baraka topkurlar, u sigir sog'ib o'lib qoladi bir kun. Unga siz har doim yaxshi o't berishingiz kerak, yaxshi mehr berishingiz kerak, yaxshi sharoitda rivojlantirishingiz kerak va disiplina, ya'ni постоянно rivojlantirishingiz kerak. Постоянно bir kun olib, bir kun to'xtatib qo'ysangiz, уже bu sizga katta minus olib keladi. Shuning uchun har doim harakat qiling. Muntazam ravishda ro'yxat o'tkazishga, muntazam ravishda mehr bering, muntazam ravishda kerak bo'lsa investitsiya qiling. Hozirgi kunda men aniq ayta olaman, eng zo'r investitsiyalardan biri bu Instagramga investitsiya. Siz $1000 investitsiya qildingizmi, kamida $10,000 qaytadigan paytda yashayapmiz. Xuddi paytlar kelganda недвижимость sohasi bilsanglar agar $100 bo'lgan, hozir payti kelsa $100,000 ham olisha olmayapti. Misol uchun $1000 narsani 20-30,000 chiqib ketgan paytlari ham bo'lgan. Shuning uchun xuddi bu недвижимостьga o'xshagan, noturar joyga o'xshagan investitsiya qilinglar, muntazam ravishda rivojlantiringlar. 1 oy, 2 oy, 3 oy yurgizdim, 10 mingta qildim, bo'ldi, uni sog'ib olish kerak degani emas. Uni постоянно yaxshi e'tibor qilib, kerak bo'lsa yaxshi investitsiya qilib, e'tibor, vaqt, har taraflama vaqt jalb qiladi. Sizni e'tiboringizni jalb qiladi. Shunga yarasha sizga отдача beradi. Xo'p, boy mana auditoriya bilan muloqot qiling, davomiylikka e'tibor bering. Bu muntazam ravishda disiplinaga e'tibor bering. Sotishdan oldin ishonch bering. Nimadir mahsulotingizni sotishdan oldin albatta u narsaga ko'rsating. Siz tajribangizni ko'rsating, sizni shu sohada bilimingiz borligini ko'rsating. Siz shu sohada tushunishingizni ko'rsating va sotgan o'zi shu narsalarga уже guvoh bo'lgandan keyin sotuvchi post ham kerak emas. Sizni уже mijozlaringiz уже yetadi, yaxshigina bo'ladi. To'g'ri mutaxassis bilan ishlang. To'g'ri mutaxassis deganda, hozir boya aytganimdek, reputatsiyaga ta'sir qilib qo'yadigan mutaxassis bo'lishi mumkin yoki ko'p akalarimiz, tadbirkor akalarimiz ishlashayotganda tajribasiga qarashmayapti yokida qilgan ishlariga qaramasdan turib, qilgan ishiga qaramasdan turib ishlashyapti. Sizlar nima va'da berishiga emas, nima qilganini ko'ring. Nima va'da berish oson bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning nima qilgan ishidan kelib chiqib ko'ring. Nima va'da, chunki hozir ko'p mutaxassislar bunaqa beraman esib tashlashyapti. Unaqa qilishdan oldin siz u bola nima ish qilgan yoki kompaniyasi nima ish qilgan, shularni ko'rib chiqing masalan. Xo'p, biza кейsimizda shu narsalarni tushunib yetdik, qisqacha qilib tushuntirib berdim. Umumiy olingan insightlar har doim muntazam ravishda yurgizing. Tabiiy bo'ling, har doim tabiiy bo'ling yurgizayotgan. Bu hozirgi kunda eng zo'r investitsiya. Hozir siz qilgan investitsiyangiz kamida 10 barobar, kerak bo'lsa 100 barobar qaytadigan hozirgi vaqtda turibmiz. Mana 1 yil oldin bundan ham osonroq edi obunachilik yig'ish. Уже mana sal sredniy etapda turibmiz. Hozir yana qiyinlashib boraveradi bu proses. Hozir mana kirish vaqti, har doim hech qachon kech bo'lmaydi.
brendni rivojlantirish kerak, ya'ni odam shaxsiy brendingizni rivojlantirish ayni vaqti hozir. Undan tashqari bizda Ulug'bekdan tashqari bir nechta mijozlarimizda bu natijalarni qaytarganmiz. Ko'rib turganingiz Ulug'beki, xuddi shunaqa natijalar Muhammadjonov Botirjon, Botir aka prorab sohasida, Oybeki har bir ko'rsatgan natijalarimiz bizni katta ehtimol bilan oldin Instagramda bo'lmaganligi yodida tursin, Instagram o'zi nimaligini tushunmagan mijozlarimiz ham orada ko'p. Instagram o'zi nima u deb tushunmagan mijozlarimiz ko'p. Oybeki turizm sohasi bo'yicha biz har bir sohada rivojlantirayotgan mijozimizni harakat qilamiz o'sha soha bo'yicha lider qilishga. Kamida top 3taliga olib kirish yokida lider o'sha top 1ga olib kirish o'sha sohada. Mana undan tashqari yana realtor, prorab, stomatologiya, Jamshid aka Ergashev finansist shu sohalar bilan biz noldan, mana akkaunt nol holatdan ochilgan holatdan shu natijaga yetib kelganmiz. E'tiborga loyiq jihati shundaki, ya'ni organik ravishda kuchli strategiya, mukammal kontent, algoritmlar bilan ishlashda natijasi haqiqiy ko'rsatkichlarga erishdik. Ya'ni ko'rsatayotgan natijalarni target ishlatmaganmiz. Qo'shimcha bir qanaqadir byudjetlar ishlatmaganmiz yoki hammasini organik ravishda to'g'ri algoritm bilan ishlab, to'g'ri kontentlar shu maksimal o'zimizni shu bor anaqamizdan foydalangan holda shu natijalarga erishganmiz. Xo'p, undan tashqari faoliyatimiz davomida juda ko'plab videolarni yaxshigina rezultat qilganmiz. Ya'ni yaxshi million prosmotrga olib chiqqanmiz. Bu menimcha ko'rsatadigan videolarimizdan orasida aniq qaysi biridan aniq ko'rgandirsiz. Bu videolarni aniq ko'rgansiz menimcha. Mana bu yerda Ulug'bek aka, Oybek aka, Botir aka, mijozimiz Oybek aka, Shuhrat aka 3.800.000, 1.300.000, 1.500.000, 1.100.000, 3.200.000, mana millionlar soni. Ulug'bek aka, mijozimiz Ulug'bek, taekvondo olimpiyskiy chempion. Botir aka, Ulug'bek aka. Undan tashqari mana mijozlarimizda yana ketma-ketligi. Yana mijozlarimizni mana menimcha bu videoni aniq ko'rgansiz. Shu videolardan millionga chiqqan videolarni. Undan tashqari bizda PR keyslarimiz, ya'ni qaysidir mijozimizda ishlayotganda iloji boricha bizni dunyo Telegram yokida Kunuz va hokazo shunga o'xshash publiklarda ham biz o'zimizni olib chiqamiz. Bu xizmatimizdan ichida, ya'ni qanaqa bo'ladi? Shu publiklarning o'zining standartlari bor. Biz ular bilan hamkorlik qilamiz. Ya'ni ularga to'g'ri keladigan, o'sha standartlarga to'g'ri keladigan, ular uchun kontent bo'ladigan kontentlar qilamiz. Bu to'g'ri, hammasi 100% sotuvchi emas, lekin brendga juda yaxshi ta'sir ko'rsatadigan shu kontentlar qilinadi. Ular ham o'zlarining sahifalarini joylashtiradi. Shuni hisobga biz yaxshigina brend rivojlanishiga ega bo'lamiz. Mana bir necha marta, juda ko'p marta biz mijozlarimizni olib chiqqanmiz. Mana Botir aka bilan ham parkovka narxi necha pul deganimizda Kunuzga chiqqan o'sha kontentimiz. Bu qilgan ishlarimizdan o'sha PR ishlarimizdan bir o'sha hissasi. Xo'p, bu sizga nima beradi? Qisqa qilib aytib ketaman. Sizni tanishda emas, sizni izlashni boshlashadi. Prosta tak tanish emas, sizni уже xizmatingizni izlab borishadi, sizga ishonishadi. Narxi muhokama qilinmaydi, qadr baholanadi. Bu yerda уже sizni narxingiz necha pul deb o'tirmaydi, bu yerda qadr baholanadi. Xuddi skidka emasda, bu yerda sizni xizmatingizni narxi nimaga kelib chiqqanini уже bu yerda aytaman, har bir narsani nimaga har bir qimmat narsani narxi emas, uni qadr baholanadi. Chunki uni xuddi shu narsa shaxsiy brendda ham shu narsa ishlaydi. Sifatli brend sifatli odamlarni tortadi. Boya aytganimiz, siz qanaqa odam bo'lsangiz, qanaqa maqsadlarda kirib kelayotgan bo'lsangiz, Instagramga xuddi shu tarzda sizga ham sizni bu bor narsa. Men o'zim juda ko'p marta sinaganman. Sizni energiyangiz qanaqa bo'lsa, shunaqa energiyali odamlarni jalb qilasiz. Sizni maqsadingiz qanaqa bo'lsa, shu maqsad orqali shu maqsadli odamlarni tortasiz.
Ya'ni qanaqa? Misol uchun siz faqat soqqa qilish uchun kiryapsizmi? Bo'ldi, soqqa qilaman, chiqib ketaman deyapsizmi? Bo'ldi, sizga soqqa qilib turib, misol uchun kirmoqchi soqqa qilib, sizni uzoq muddat kuzatish uchun, siz uchun sizni nima desam bo'ladi, insoniyat sifatida, shaxsiyat sifatida kuzatish uchun emas, nimadir o'sha produktingizga qiziqadi-da, soqqangizni oladi, sotib oladi, bo'ldi, chiqib ketadi. U ham shu maqsadda kirib ketadi katta ehtimol bilan. Shaxsiy brend bu passiv konversiya tizimi. Ya'ni statistika bo'yicha auditoriya 70% hollarda tanish yoki ko'p ko'rilgan insonlarni xarid qiladi. Bu sizni bilaman darajasidan ishonaman darajasiga olib chiqadi. Natijada sizga murojaat qilish uchun reklama emas, imij kifoya bo'ladi. Ya'ni sizni brendingizni rivojlantirayotganda bilaman emas, ishonaman. Ya'ni kimdirlar mana shaxsiy brendni yurgizadiganlar 100 mingta auditoriyam bor deydi. Lekin u 100 mingta auditoriya qanaqa auditoriya? Bitta ko'rish kerak. Mana shunaqa odamlar bilan 100 mingta auditoriya bilan misol 100 so'm konversiya qila olmagan. Bu bilaman auditoriya bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, men o'zi ishonaman, bu odamga sotib olaman degan auditoriya bu boshqa. Unaqa auditoriya misol uchun 10 mingta bilan ham sifatli qilsa bo'ladi. Men yana bir bor aytaman, auditoriyada to'g'ri, sifatli auditoriya ko'p bo'lgani yaxshi, lekin u sifatli bo'lmasa u bir teng. Sifatli auditoriya bu qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Chunki 10 mingta auditoriya bilan siz sifatli auditoriya bo'lsa, klientskiy patogingizni yaxshi mutaxassis bo'lsa, agar klientskiy patogingizni o'sha ketma-ketligini o'sha o'chirtga turadigan qilib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, keyingi raqobatchilar emas, sizni ko'rsatishadi. Ya'ni agar sizda hozir kunda raqobatchilaringizda уже shaxsiy brend, hozir kunda уже shaxsiy brend ko'pchilik boshlashgan, raqobatchilaringiz nimasida sizni tanlash uchun bu eng yaxshi instrument. Hozir kunda Instagram. Bir necha o'sha oylar oldin, 1 yil oldin misol uchun Botir akadan ham boshlaganimizda, bizda praktiski men Ulug'bek aka bilan ham boshlaganimizda umuman aniq ayta olaman, почти konkurent yo'q edi. Konkurentimiz bor, Instagramda emas. Hozir ham ayni vaqt juda ham kam konkurentlar umuman yo'q desa ham bo'ladi. Shuning uchun raqobatchilar sizni ko'rsatish uchun bu ayni vaqti. Brend bu sarf marketing, ya'ni odamlar siz haqingizni boshqalarga yetkazadi. Ishonch, o'z-o'zidan bu ishonch, ya'ni sizni produktingizni Instagramni o'zi ko'rgandan keyin boshqa odamlar ham уже bir-biriga jo'natadi, bir-biriga tashiydi, bir-biriga maslahat beradi, tavsiya qiladi. Buni o'zi bilasizlar. Ya'ni brend deganda yana yaqinda misol uchun oyoq kiyim nimadir bo'lganda men birinchi bo'lib yokida tanishimga murojaat qilaman, yokida Instagramga murojaat qilaman. Lekin Instagramda ham ko'pincha men Instagramda qaysi brendni ko'rib, qiyinchani ko'rib chiqib keyin murojaat qilaman unga. Yoki tanish bilishimga. O'sha oyoq kiyim olib borib bergan joyim, men servis nuqtai nazaridan mutaxassis sifatida qilib bergan narsasi menga yoqdi-da, endi uni hamma tanishlarimga tavsiya qilaman. Shu sarfan marketing hisoblanadi. Ya'ni tanishlaringizga tavsiya qilish. Xo'p, keling 5 yil davomida bizni ishlarimiz haqida raqamlarda gapirsak, boya ko'rsatgan brendlarimizni shu 5 yil ichida ishlagan, hamkorlik qilgan brendlarimiz, u bir kunda yoki 2 kunda bo'lib qolmagan brendlar emas. Keling raqamlarda ozgina aytib ketsak, umumiy shaxsiy brend orqali sotuvlarda bizda o'rtacha $1 million dan oshgan. Mijozlarning soni umumiy 100 dan oshgan. Umumiy yig'ilgan obunachilar soni 2 milliontadan oshgan. Ko'rishlar soni hamma videolarda 50 milliondan oshgan. Sotuv top natija 4 oyda 100 ming obunachi bilan 1 million sotuv o'rtacha sotuv qilingan. Bu raqamlarda qilingan. Даже bundan ham ko'proq biz o'rtachasini olib yozganmiz. Undan tashqari kuzatuvchilarimiz uchun maxsus taklifimiz bor. Shu videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun, siz shu keysimiz foydali bo'lgan bo'lsa, undan tashqari sizga yaxshigina taklifimiz bor. Maxsus taklifimiz nimadan iborat? Biz hozir kunda mijozlar komandamiz kengayayotgani hisobiga yangi mijozlar рассматривать qilamiz. Shuning uchun biz 10 ta mijoz olamiz. Faqat 10 ta mijoz. Shulardan o'sha ikkita joy hozir o'sha ikkalasini переговор olib olamiz, o'sha yopilgan ikkitasi. Shunda 8 tasi qolgan. Xo'p,
kelishilgan natijamiz muddatida bo'lmasa, kelishilgan natija muddatida bo'lmasa, natija erishguncha xizmat biz tomonidan tekinga qilib beriladi. Yokida pulingizni qaytarib beramiz. Xo'p, shu 3 kun ichida murojaat qilganlar uchun maxsus taklifimiz bor. Undan tashqari bizani xizmatimizda bilan kelishilgan xizmatimizda bilan ishlay olsak, $1000 podkastimizni sizlarga shunday mutlaq bepulga qo'shib beramiz xizmatimizning orasida. Bu yerda bizani ko'rsatilgan raqamlarimiz pastda yana ssilkada batafsil ma'lumot beramiz. Telegram kanalimiz bo'yicha, Instagramimiz bo'yicha murojaat qilib yoki Google formani to'ldirsangiz siz uchun batafsil ma'lumot beramiz xizmatimiz haqida. Kuzatganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Xudo xolisa agar xizmatimizga qiziqish bildirgan bo'lsanglar, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi yoki shu zaifga qoldirsanglar, sizlar bilan bog'lanib, xudo xolisa batafsil ma'lumot beramiz. Charchamanglar. Sizlar bilan Jahongir bo'ldi, Envision agentligining rahbari.